dastavka xizmat hammalar kutib qolamiz. Tugatish kerak edi shu yerda. Nima qilay oxirini? Voy bu qiz faqat yoshlarni ko'yligini ko'rsataverar ekan deyotgan qaynanajonlarimiz, onajonlarimiz sizlarni galinglar keldi. Qaranglar sizlar uchun shunaqa bolshemerka ko'ylaklari hozir obzor qilib beraman. Razmerlari demak 48 dan 52 razmergacha bemalol kelib olsanglar bo'ladi. Hozir men kiyib olganimni ko'rayotgan bo'lsanglar, bu jinsi materialdan sizlar eng yaxshi ko'rgan material bu. Bahor faslida, yoz faslida bemalol maza qilib kiyib yurasizlar. Yupqagina ustinglarda yo'qdek bo'lib turadi. Demak, mana e'tibor beramiz, yuqoriga qismlari shunaqa toshli qilib ishlangan, yonib yaltirab turadi. Qo'llari uzungina, o'rangan, o'ranmagan ayollarimiz ham bemalol kiyib yursanglar bo'ladi. Oldi tomoni tumachali, tumachalari polni yechiladi. Ikkita yon tomonida narsalarni solib yurishinglar uchun, demak, cho'ntechalari ham bor. Ayolni ko'rsatib beraman, orqalari bilan shularni ko'rib olasizlar. Bundan tashqari mana do'konimizda mana shu riyatidan bolshemerka ko'ylaklarni juda ko'p assortimentini topsanglar bo'ladi. Mana e'tibor beringlar, qarang, shunaqa chiroyli bo'lgan variantlardan ham olib kelib qo'yganmiz. Hammasini qo'llari uzun-uzun bo'lib turadi. Toshli deysizlarmi, toshsiz deysizlarmi, har xil variantlaridan bor. Mana bu koreshniy ko'ynagimizdan qaranglar, qanaqa chiroyli bo'lib turar ekan, oldi tomoni toshli. Buni to'y marosimlariga, mehmondorchiliklarga ham bemalol kiyib ketaversanglar bo'ladi. Razmerlari bor, direktga yozsanglar, qizlarimiz sizlarga aloqaga chiqishadi. Demak, mana troyka, bu ham dvoyka ekan. Dvoykalar xoli deganlar uchun dvoyka variantlarimizdan ham olib kelib qo'yganmiz. Ichidagi ko'ylakchasiga e'tibor bersanglar, yenglari mana kaltagina, ustida shunaqa nakitkasi bor. Mana nakitkalari shunaqa toshli qilib, juda ham chiroyli qilib ishlangan. Va keyingi mana ko'ylaklarimizga e'tibor berasizlar. Juda ham chiroyli, yana boshqa turdagi ko'ylaklarni ham mana xarid qo'ysanglar bo'ladi. Rukavalarini qaranglar, qanaqangi asar qilib ishlangan. Dastavka xizmatlarimiz ishlayapti. Bizda dastavka tekin, bepul hisoblanadi. Bemalol kelib, bizga direktdan yozib, shuni dastavka qilib oling desanglar, bir pasda qilib beramiz chiroyli qilib. Yoki o'zingizlar do'konimizga bemalol kelsanglar bo'ladi. Do'konimizning nomi Balerina. Hammalarni kutib qolamiz.